Assalomu alaykum. Mana Tojikistondamiz. Hop, uyimizda avzoga keldik. Kelganimizda bitta koridor. Shuni o'ng qo'lga bo'lganimizda mana Ispaniya garnitur bo'lyapti. Juda ham did bilan ishlashgan, gap yo'q. Patologlar polni high-tech bo'lgan ekan. Hammaga shunaqa maslahat qilamiz. Galagen polni o'rtaga lustra shart emas. O'zi nima aytdi, gardoxonasi bilan lekin did bilan ishlab qo'yishibdi, lekin gap yo'q. Hop, shuni bag'dan chiqqanimizda o'zi koridorga shuni chapga bo'lsak, o'zi mana dam olib o'tirgan joy oshxona, lekin did bilan ishlab qo'yishibdi, lekin gap yo'q. Bitta katta xonani oshxona qilib, adashmasam mana ikki ovqatlanadigan joy qilishyapti. Hali lustralar ham hali ilinmagan. Mashalloh. Lekin ancha did bilan qilingan ekan, lekin HDF tayyor. Lekin o'sha mish kabinani yangi chiqqan fason archentosdan qilishibdi. Oddiy, sodda-yu, lekin ancha qiziq, lekin bitgandan keyin bunga ancha ahamiyat qilamiz. Hop, payxoshkadan keldik. Ikkinchi xona o'ng qo'limiz. Bet zara kiraman. Aji-buja boy ekan, lekin yaxshi chiqibdi. Hop, akalar, shunga bitta ahamiyat qilamiz. Lekin mashalloh, juda ham did bilan ishlangan. Gap yo'q. Hozirgi misol oynali mebellar. Mashalloh, ishlashi ham, funksiyasi ham chotki. Yangi uy mana, pat-kluch. Bitta hozir uyda bitta muammosi shu oshxona bilan zalda lustrasi qo'yilmagan bo'ldi. Bunga nima deysizlar akalar? Kelyapsizlar, ovqatlanmoqsizlar, bakal qo'yasizlar, kompyuterni qo'yasizlar, telefon. Nima bo'lyapti akalar? Gap yo'q, lekin mana shularga maza qildim. Gap yo'q. Uyni shunaqangi ochibdi, lekin oddiy setka, mana shu setka-yu, lekin mana gap yo'q, mana shu nima deyapti ba'zi. Ammo did bilan ishlanibdi, mashalloh. Hammamizga mana shunaqa uylar nasib qilsa inshaalloh. Juda ham unumli foydalanishibdi. Payxoshga ko'cha eshik kelasizlar. Garderob, oyna, Ispaniya ichida hammom tualeti, mana glavniy hammom tualet. Oshxonamiz. Hozir endi sizlar bilan xudo xolasa ko'chamiz bitta tomosha qilamiz. 15 etajli dom, hozir biz 6-etajdamiz. Mana shu nima ekan bu? Kafe ekan. Tojikistondamiz, xudo xolasa yangi domlamiz.